Men buningdan 22 yil burun ozg'an yosh Fazil obrazi orqali tushkunlik tushungan erninki qanday bo'lganligini keng tomoshabinlarga his qildirgandim. Inoq oilaning eng cho'ng dushmani oila zo'ravonligi. Buningga biz jangchi kabi qarshi turishimiz kerak. Keng yoshlarningki yaxshilar sepib turishini chin dilimizdan umid qilamiz. Erdek, ayoldek bo'lsa, balalarni o'zining balaligida yashasa, bu oila haqiqatan o'zining ma'nosini topadi. Shundaq bir naqshi bor. Bu naqshini 22 yil burun kasbdoshimiz Farida bir aytib chiqqan. Mana bugungi kunda qizi Feruza qayta tomoshabinlarning huzuriga sunyotdi. Bu naqshni yuragingizdan bir tinglab boqing. Meningcha ish bir yaxshilik yoki yomonlik javobsiz qolmaydi. Buningdan 22 yil burun bu filmda men aqlsizlikdan yomon yo'lga kirib ketgan, ota-onasini qaqshatgan, shundaqla yoshlik hayotini butunlay nobud qilgan Gulpiya obrazini yaratgan. Inoq oila qurishga da'vat qiladigan asarlarimiz orqali kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklash biz san'atkorlarning iftixorlik burchimiz. Bu vaqt qandaqliki sahna asri yoki o'rinlangan naqshi bo'lsin, eg'izimizil emas, balki yuragimizdan qo'llashimiz kerak. Yaxshi naqshlar, yaxshi asarlar qo'ldan qo'lga, eg'izdan eg'izga ko'chib tarqalsin. Amli harakati bilan ayollarni asrayotgan erlar haqiqiy nochi erlardir. Men 22 yil burun qisman yoshlarni qorong'ulikqa boshlagan Tunsaxondan iborat salbiy obrazni yaratib, keng tomoshabinlarning o'chmanligini qo'zg'agan. Bu naqshni o'zingizla anglamay, do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Yaxshi so'z, yaxshi naqshlar yadi qolmasin. Yulduz yo'q kechalarda ism, qanig'an tiklangan tizim. Yo'q bo'ldim, yo'qoldi esim. Tamtilayman, yelkamda besim. Kimga mo deyman deyolmayman. Yo'q, aytolmayman sirlarimni, birma-bir tizib. Qaqshal daraxtga yezib, yashayman mushunda, yuragimni tashqi besib, topolmayman o'zimni kesib. Oila zo'ravonligiga uchrayotgan ayollar tilida. Ayollar bir-biriga yo'lak bo'lsinki, tikan bo'lsin. Biz bu naqsh bilan barcha oilalarga inoqlik, qovnoq umid qilamiz. Tağlar mezmun